Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz 4 dona rom, bitta eshik, ikkita forchga montaj qildik. Ya'ni yasab o'rnatdik. Rom qoradan qilingan, 2 qavat oynaga bor. Bitta ochilish shu xolos. Mana bu ikkinchi romimiz. Bunda ham bitta ochilish bor. Qoradan qilingan, hammasi qoradan qilingan. Mana eshigimiz. Mana qora eshik, keyin oynalari ham qora. 3 tadan petla qo'yganmiz. Urushga zamoga Akfaniki, keyin ana uni ko'ring-da, oddiy ruchkalardan emas. Akfan firmaniki. Uslanishi ham boshqacha, kalitlari ham katta. Uni bo'lsa keyingi romimiz. Bu tashqi ko'rinishidan olyapman, keyin ichki ko'rinishini olaman. Uni eng oxirgi romimiz. Bu ikkita ochilgan. Bu ham 2 qavat oyna. Eshigimizga keladigan bo'lsak, lamralari ham, oynalari ham qoradan qilingan. Oqmas mana qora. Bu material Akfadan bo'lgan hammasi. Mana ichki ko'rinishidan ko'rinishi. Chiroyli, yaxshi. Mana ochilgan idishlari. Xo'p, endi romlarimiz ichki ko'rinishidan mana o'sha bir qanotli romimiz. Yopiq ochilishi. Ruchkasi ham oddiy ruchkadan emas. Turganlaringdek. Firmin yangi ruchkalardan. Petlalar 3 tadan qo'yganmiz. O'rnayotgan bo'lsa, buni ikkinchi romimiz. Ikkinchi bu romni eni 150 sm ga. Buru 5 sm. Buni romimiz bo'lsa, eni 1 metrga, bo'yi 130 sm. Albatta hozir 105 sm deganim. Mana buni ham o'kinli ruchkalari, firma original. Bu bo'lsa 3-romimiz. Bu ochilib yopilanimiz, oldindan narsalar bor ekan. Ana buni ham ruchkalari o'sha aytganimdek 2 qavat oyna. Bu ham uni eni 130 sm ga, bo'yi rosa 105 sm. Buni bo'lsa eng oxirgi romimiz. Bunda ikkita ochilish. Bitta ham emas, ikkita ham qo'yganmiz. Jononosini. Hammasini podagoniga bor, 20 li podagonni. Buni ham eni 130 ga, bo'yi 105 sm. Ammo uy chiroyli ekan, uy o'zi ham bor. Forchkalarimiz gulli oyna qilganmiz, uyning orqasiga. O'kinni qo'yganmiz baytga ham. Mana o'kinlilari. Sложный mexanizm ochilib yopilishi. Bunday qilsangiz mana shu yerda to'xtaydi, xohlasangiz mana bu yerda to'xtatasiz, xohlasangiz mana bu yerda. Eng oxiri to'xtaydigan joyi rosa o'rtasida to'xtaydi. O'kinida qiyin bo'lmadi, mana shunaqa qilib qo'yganmiz. Ichi zanjirdan ko'ra yaxshi. Bu ikkinchi forchkasi. Narigi forchkasi bilan bir xil. 2 qavat oyna, bitta gulli, bitta oddiy oqqa gulli demoqchiman. Mana bu o'kinli bor, ishilaveradi. Yaxshi xullas. Menga shuni yoqadi. Mana yerda mashina to'xtatsangiz to'xtaydi. Xohlasangiz mana yerga olib borasiz, xohlasangiz mana shu yerda. Xohishingizga qarab, unga o'xshab bunday bo'lib mana yerda to'xtab qolmaydi, narigi zanjirlikka o'xshab. Forchkalar razmeri 40 sm. Bugunchalik shu. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Mayli, salomat bo'linglar.